Aka 25 minglik simishga o'zi bilan o'zi gaplashib qolasiz akajon. Shuni his qilyapsizmi? Shunday, lekin 5 ming zaksga bosaman deyapman, zaksga. Qayerga zaksga bo'lsa? 20 mingni 5 ming bosaman deyapman. Akajon, to'g'ri shuni kuchanib qolasiz aka. Men do'stlik maslahat beraman. Aka, meni bu yerdan olib simishga berib yuborsam bo'ladi, lekin anaqa bo'lib kuchanib qolasiz akajon. Uydagilar olib bosim qilib chiqasiz aka. Eshon bu ham to'g'rilanmaydi aka. Og'ziga tuflasa ham, silasa ham foydasi yo'q aka. Bo'ydoq odamga hech narsa. Yetim bo'lib aka, tem bo'lib bo'ydoq bo'lsangiz aka, men 20 mingni oling, xudo xohlasa to'yga ishlatasiz. Men 5 mingni yetasiz aka. Normal aka. Niyangiz qizib qoladi akajon. Ko'z qizarib mahallani qo'yib yurmang akajon. Ko'zga migalkadek ko'raverasiz. Yeyilwa. Aka, 5 mingni normal akajon, xudo xohlasa akajon. Shuni ham o'zi to'rttasini bir shim ko'rasida og'izcha taylab ko'ring, agar niyangiz qizib qolmasa shu simchiga ham choqishni davom eting. Tushunyapsizmi? Ehtiyot bo'lasiz faqat akajon. Yaxshi kunlar ko'rishaylik aka. Ko'rdingizmi qanday kulfatdan qutqardim men sizni akajon? Men his qilyapman-da, sezolman siz. Hayajon bor. Immunitetni ko'tarish kerak, do'q berish kerak sizga aka birinchi. 3 marta tanov qiling, keyin sochini jo'nataverasiz. Ha. Simichkashimi yuring. Bo'lma, konfetchimi yemang. Konfetga o'zgarishni simichkashimi? Yosh katta, konfet olmoqchi aka. Endi aka, kimlardir uchun bachchasizda akajon. Sog' bo'ling akajon. Sog' bo'ling, yaxshi kunlar ko'rishaylik. Keling.